Eshitdingmi, Asila? Sevara aytdiki, darsdan keyin aylangani boramiz dedi. Sen ham borasanmi? Ko'rdim yozganini. Yo'q, men bora olmayman. Agar o'zing borging kelsa, bora qol o'zing. O'yin buzug'lik qilmagin, Asil. Mazza qilamiz. Beginani bo'lmas ekan, faqat qizli ekan. Mohi, men ularga teng kela olmayman. Axir pulimni keyingi oygacha yetkazishim kerak. Kam pulim. Ular bilan teng kela olmayman. Assalomu alaykum, Jamshid aka. O'zingizmisiz? Ha, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'qishinglar shunaqa kech tugaydimi? Voy, ha? O'zi 1-2da qaytmoqchi edik, shunchaki kutubxonaga kirgandik. Ha, aytgancha, dugonam Mohira. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom. Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Bo'ladi. Men Asilani qarindoshi bo'laman. Tanishganimdan xursandman. Qiynalib qolmayapsanmi? Yotoqxonaga yaxshi joylashib oldingmi? Rahmat, yaxshi. Hammasi joyida. Bo'pti, men yotoqxonada seni kutib turaman, xo'p? Men qarindoshman. Ha, yo'q. Gap yo'q, tanishganimdan xursandman. Bo'pti, sizlar o'zinglar qolaveringlar. Hop. Biron joyda gaplashib olsak bo'ladimi? Yo'q, Jamshid aka. O'zi kechagina qishloqdan kelib yana yigit topibdi deyishmasin. Yo'q, endi men unaqa deyishadi. Biz qarindoshmiz-ku. Ular qayerdan bilib o'tiribdi qarindoshligimizni? Ana hozir ham qarab turishibdi, qarang. Mayli, sen unaqalarga e'tibor bermagin, xo'pmi? Jamshid aka, o'zi sizni yotoqxonangiz qayerda? Men ijarada yashayman. Yuqori kursdagi talabalarga yotoqxona berilmaydi. Ancha bo'lib ketgan, ko'chib chiqib ketganimga. Bir paytlar men ham turganman. Yaxshi. Ajoyib paytlar edi. Qara, qara, yuqori kursdagi bolalar bilan umuman gaplashmagan, tushundingmi? Umuman ko'rmayman. Qara, ko'rib qolsam, lekin xafa qilib qo'yishim mumkin. Chunki Fotima xolam menga seni ta'kidlab aytganlar. Asilaga o'zing ko'z quloq bo'lib turgan, yaxshilab qaragin unga deganlar. Tushundingmi? Nimalar deyapsiz, Jamshid aka? Men bu yerga o'qigani kelganman. Bola bilan gullarga o'qigani kelganim yo'q. Umuman ko'rmayman. Qara, ko'rib qolsam, lekin xafa qilib qo'yishim mumkin. Chunki Fotima xolam menga seni ta'kidlab aytganlar. Asilaga o'zing ko'z quloq bo'lib turgan, yaxshilab qaragin unga deganlar. Tushundingmi? Nimalar deyapsiz, Jamshid aka? Men bu yerga o'qigani kelganman. Bola bilan gullarga o'qigani kelganim yo'q. Xolam shuni tayinlaganlar. O'zi akamanmi yo'qmi? Akamsiz? Yur, yaxshisi, biron joyga borib, issiqqina choy ichamiz, bo'ladimi? Yo'q, men darslarim bor edi. Ijarada yashayman. Yuqori kursdagi talabalarga yotoqxona berilmaydi. Ancha bo'lib ketgan, ko'chib chiqib ketganimga. Bir paytlar men ham turganman. Yaxshi. Ajoyib paytlar edi. Qara, qara, yuqori kursdagi bolalar bilan umuman gaplashmagan, tushundingmi? Umuman ko'rmayman. Qara, ko'rib qolsam, lekin xafa qilib qo'yishim mumkin. Chunki Fotima xolam menga seni ta'kidlab aytganlar. Asilaga o'zing ko'z quloq bo'lib turgan, yaxshilab qaragin unga deganlar. Tushundingmi? Nimalar deyapsiz, Jamshid aka? Men bu yerga o'qigani kelganman. Bola bilan gullarga o'qigani kelganim yo'q. Xolam shuni tayinlaganlar. O'zi akamanmi yo'qmi? Akamsiz? Yur, yaxshisi, biron joyga borib, issiqqina choy ichamiz, bo'ladimi? Yo'q, men darslarim bor edi. Keyingi safar aka. Nima, gaplaringiz tugagan bo'lsa, ketavering aka demoqchimisan? Yo'q, nimaga unaqa deysiz aka? Darslarim bor. Bo'pti, xo'p, yaxshi. O'zingiz ehtiyot qiling, xo'p. Mayli. Boshqa safar. Asila, Qanday zo'r chiqdi-ya. Haliyam xayolimdan ketmayapti uni ta'mi. Senga yoqdimi? Voy, mazza qilib yedim, shu. Juda ham mazali chiqdi. Menga qara, ertaga ani loviyali palovmidi? Shunaqa ovqat qiluvding-ku. O'shani menga ham o'rgat, ertaga qilamiz. Bo'ldi. Sabzilarni o'zim to'g'rayman, oldimda turasan, o'rgatasan, hammasini o'zim qilaman. Xo'p? Xo'p. Keyin dars qilib bo'lgandan keyinchi, Xo'sh. dushga tushaylik. Mani onlayn darslarim bor edi. 9 dan 10:30gacha. Meni ham rus tilidan darsim bor. Ertaga tushaylik, darslarimni tayyorlashim kerak. Ulgurmayapman o'zi.
ertaga shanba, odam ko'p bo'ladi. Undan ko'ra bugun kechki payt bo'lsa ham, kechasi bo'lsa ham tushish kerak. Odam bo'lmaydi. Qaytanga, yaxshi-ku. Xo'p, mayli tushamiz. Yaxshi. Bo'pti, kelishdik. Men Dilfuzani oldiga. Menga rus tilidan dars qilishga yordam beraman deydi. Men ketdim. Allo, assalomu alaykum buvijon, yaxshimisiz? Xo'p. Rahmat. Mayli. Allo? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. Oyog'ingiz og'rimayaptimi buvijon? Ukam javratmayaptimi? Ha, yaxshi. Voy, nimaga buvijon? Qornimiz to'q, hammasi yaxshi. Xavotir olmang buvijon. Ha, aytgancha, Jamshid akamga nima degandingiz? Voy. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Yana qo'ng'iroq qilaman, xo'p buvijon? Xo'p. Mohi? Men ketyapman. Tezroq tusharsan-a? Ha, xo'p, bo'pti, boruv. Tezroq chiq. Xo'p. Bo'pti, men ketdim, Dilfuz. Yaxshi. Hech kim yo'q, mazza qilib cho'milar ekanman. Hammasini sopmanmi kashf? Joyida hamma. Mohi qachon kelarkan endi? Voy. Umid akammi? Voy, Mohira keldingmi? Shu rus tili zaril bo'lmay qolsin senga. Asosiy faollarga fikringni qaraching bo'lmaydimi? Ha. Bo'la qol. Men chiqib turaman, seni kutib turaman. Tezroq chiq. Xo'p, bo'pti. Ko'tarmasam o'zim qaytib qo'yaman. Hozir asliga beraman. Mohira bo'la qol tez. Men ketyapman. Mohira. Shuncha kutdim seni. Chiqasanmi?
bo'la qolsangiz, men kiyinib bo'ldim. Mohira? Mohira? Endi gapirmaysanmi, Mohira? Mohir? Uf, hali ham shatdanmisan, bo'l. Mohir. Hozir pardani ochib yuboraman, sharmanda bo'lasan. Mohir. Mohir. Yandırdın kalbimi aman, ay kaşları kaman, bu derdime inan yar, bu sende de inan ya. Asila, Dugonajon, shunaqa zo'r yangiligim bor. Voy, shu 5 daqiqa ichida hayotim o'zgarib ketdi, ishonasanmi? Voy, bilasanmi? Voy. Asila? Voy. Voy. Dugonajon, kechirasan, chalg'im seni yolg'iz qoldirdim. Asila, mashina urmadingmi? Tursangchi. Yaxshimisan? Asila, ko'zingni ochma, meni qo'rqitma. Asila, ana, men Mohiraman. Shu yerdaman, Mohir, Dugoni. Kursdoshimman, yaxshimisan? Kechir, Dugonajon. Ha, nima? Yaxshimisan? Oyog'ing bilan toyib ketdingmi? Og'riyaptimi? Yur, xonaga kiraylik, o'zim malham surib qo'yaman. Tur, Dugonajon, bo'ldi. Boshi aylanmayaptimi? Tur, xonaga kirsak dori ham beraman, oyog'ingga malham surib qo'yaman. Tur, Dugonajon. Tur. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. To'xtab tur, sochig'ingni oling. Ke. Yur. Sekin aylanib ketdik. Kechir, Dugonajon. Chalg'ib qopmanda. Bitta qiziqarli voqea bo'luvdi. O'shanga sen o'zingni qoldirib ketdim. Asila. Nima, hali ham mendan xafamisan? Atiq qilmadim. To'g'ri, o'zim o'yin biziqlik qildim, ushlanib qoldim o'zim taklif qilib. Lekin atiq qilmadim-ku, tushuntirdim-ku. Menga qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Kim telefon qildi degan? Kim degan? Ana, Ferudami, Umid aka degan. O'sha Turkiyada ekan, o'sha qildi. Video zvonok qildi. Bir-birimizni ko'rib, gaplashdik. Voy, ishon, shunaqa o'zgarib ketibdi. Hayajonlandim-da. Shungacha esimdan ham chiqib ketdi oldimga tushish. Qolib ketdim. Biron nimada. Xafa bo'lma. Iltimos. Seni yaxshi ko'raman men. Asila. Uyqung keldimi? Beling, bu joying og'riyaptimi? Yur, joyingga yotqizib qo'yaman, Dugonajon. Xafa bo'lma, men